Botoks yoki polimolочный kislota. Ikkalasi ham juda ham zo'r, lekin polimolochka yaxshiroq. Polimolочный kislota yoki piling. Конечно, polimolochka eng zo'r. No, piling ham yuzlarni oqartiradi, namlantiradi, poralarni kichiklashtiradi. No, polimolochka zo'r. Polimolочка yoki plazma terapiya. Plazma terapiya bu faqat namlantiradi yuzni va dog'larni oqartiradi. No, polimolochka juda ham zo'r. Polimolочка yoki kollagen. Kollagen albatta. Kollagen yoki biorevitalizatsiya. Biorevitalizatsiya juda ham zo'r. Hamma muammolarni hal qiladi, lekin kollagen yaxshiroq. Kollagen yoki chistka. Va chistka kerak yuzga. No, kollagen tanlayman. Kollagen yoki mezoterapiya. Mezoterapiya bu namlantiradi, yuzlarni har xil dog'larni oqartiradi. No, kollagen tanlayman baribir. Kollagen yoki karboksiterapiya. Kollagen. Kollagen yoki karbonli piling. Karbonli piling ham yaxshi, dog'larni oqartirib, poralarni kichiklashtiradi. No, kollagen yaxshiroq. Botoks yoki polimolочный kislota. Ikkalasi ham juda ham zo'r, lekin polimolochka yaxshiroq. Polimolочный kislota yoki piling. Конечно, polimolochka eng zo'r. No, piling ham yuzlarni oqartiradi, namlantiradi, poralarni kichiklashtiradi. No, polimolochka zo'r. Polimolочка yoki plazma terapiya. Plazma terapiya bu faqat namlantiradi yuzni va dog'larni oqartiradi. No, polimolochka juda ham zo'r. Polimolочка yoki kollagen. Kollagen albatta. Kollagen yoki biorevitalizatsiya. Biorevitalizatsiya juda ham zo'r. Hamma muammolarni hal qiladi, lekin kollagen yaxshiroq. Kollagen yoki chistka. Va chistka kerak yuzga. No, kollagen tanlayman. Kollagen yoki mezoterapiya. Mezoterapiya bu namlantiradi, yuzlarni har xil dog'larni oqartiradi. No, kollagen tanlayman baribir. Kollagen yoki karboksiterapiya. Kollagen. Kollagen yoki karbonli piling. Karbonli piling ham yaxshi, dog'larni oqartirib, poralarni kichiklashtiradi. No, kollagen yaxshiroq.